Bugungi videomizda 2026 Chevrolet Lacetti haqida batafsil gaplashamiz. Ushbu avtomobil zamonaviy ko'rinishi, qulay saloni va kundalik foydalanishga mos xarakteri bilan e'tiborimizni tortadi. Chevrolet Lacetti yangi avlod uchun tashqi dizaynida yangilangan old qism, chiroyli faralar, keng radiator panjarasi va aerodinamik kuzov chiziqlarini taklif qilishi kutilmoqda. Avtomobilning umumiy ko'rinishi sodda, zamonaviy va shaharda harakatlanish uchun juda mos. Salon qismida haydovchi va yo'lovchilar uchun qulay joylashuv, zamonaviy boshqaruv paneli, multimedia tizimi, raqamli ekran va kundalik foydalanishga kerakli funksiyalar haqida alohida to'xtalamiz. O'rindiqlar qulayligi, yukxona hajmi va ichki makondan samarali foydalanish ham Lacetti xaridorlari uchun muhim jihatlardan hisoblanadi. 2026 Chevrolet Lacetti dvigatel va uzatmalar qutisi bo'yicha bozor hamda komplektatsiyaga qarab turli variantlarda taklif qilinishi mumkin. Yoqilg'i tejamkorligi, boshqaruv qulayligi va xizmat ko'rsatish xarajatlari ushbu modelning asosiy afzalliklari bo'lishi mumkin. Narx, texnik ko'rsatkichlar va aniq komplektatsiyalar rasmiy ma'lumotlar e'lon qilingandan keyin tasdiqlanadi. Agar siz Chevrolet Lacetti sotib olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ushbu video orqali avtomobilning dizayni, saloni, imkoniyatlari va kutilayotgan xususiyatlari haqida umumiy tasavvurga ega bo'lasiz. Sizga Lacettining qaysi jihati ko'proq yoqdi? Izohlarda yozib qoldiring. Tarmax kanaliga obuna bo'ling, videoni yoqtiring va yangi Chevrolet sharhlarini o'tkazib yubormang. Biz siz uchun yangi avtomobillar, texnologiyalar, narxlar va muhim xususiyatlar haqida sodda va tushunarli videolar tayyorlaymiz. Keyingi videolarda boshqa Chevrolet modellari bilan ham taqqoslashlar, afzalliklar va kamchiliklarni ko'rib chiqamiz. Shuningdek, xavfsizlik tizimlari, kamera, parkovka yordamchisi, konditsioner va zamonaviy ulanish imkoniyatlari ham haydovchining kundalik tajribasini yanada qulay qilishi mumkin. Video davomida eng muhim tafsilotlarni birgalikda ko'rib chiqamiz va modelning amaliy tomonlarini baholaymiz. Shu sababli ushbu sharhni oxirigacha tomosha qiling.